Yo'qolgan o'rmonlar deb nomlanuvchi chuqur o'rmonda bir kishi kimsasiz chirigan qal'ada yashaydi. U sehrgar bo'lib, butun xalq undan qo'rqadi va nafratlanadi. Uning ismi Zagan. Va hozir u jiddiy sinovga duch kelgan. Hojam, sizga bir savol bersam qarshi emasmisiz? Bu nima? Meni aynan qaysi usulda o'ldirmoqchi ekanligingizni ayta olasizmi? Hoy, bir daqiqa. Nega seni o'ldiraman deb o'ylayapsan? Va men bu yerda nima qilishim kerak o'zi? O'zingga yoqadigan qiz bilan qanday gaplashish kerak o'zi? Anime Telegramdagi Anibro kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Bizning hikoya erta tongdan boshlanadi. Myers, nega bunday qilyapsan? Yo'q. Yo'q. Sen Myers emassan. Sen kimsan? Myersga nima qilding? Sen yuzing juda ham mazali ko'rinyapti. Va men seni xafa qilishni yomon ko'raman, lekin bu sen kutgan tajovuz emas. Qara, tirik bokira qizning yuzi dahshatli katalizatorga aylanadi. Sehrgarmi? Osonlik bilan o'lma. Yo'q! O'zingni bos, yuzingni olganimdan so'ng badaningga chinakamiga g'amxo'rlik qilaman. Nima? Sen kimsan? Avval javob ber. Birovning hovlisida baqirayotganingni tushunyapsanmi? Endigina uxlash arafasida edim, lekin Jenursan, bu uni hududi bo'lsa kerak. Shoshma, ikkalamiz ham sehrgarmiz. Meni qo'yib yuborsang, tadqiqotim samarasini sen bilan baham ko'raman. Menga odamlarni terisini shiladigan sehrgardan hech narsa kerak emas. Oshirib yubordim. Unga bu juda ham katta ruhiy zarba bo'ldi. O'zingni bos. Sen axir sehrgarsan. Buni tuzatish oson bo'ladi. Qayta tiklash sikli. Keragi shunchaki hamma narsani avvalgi holiga qaytarish. Qon ketgani uchun u buni tush deb o'ylar. Bu qandaydir xochmi? Bu qiz cherkovdanmi? O'zini xudoni havoriylari deb e'lon qilganlar sehrgarni dushmanlari. Men uni qutqardim, lekin
U hujumda meni ayblash ham mumkin. Yo'q. Menga buni farqi yo'q. Agar uni shahar yo'lida tashlab qo'ysam, kimdir uni topadi. Sehrimga nimadir xalal beryapti. Bu meni hududim. Atrofda himoya maydonlari bor. Bu har qanday sehrgarning qo'lidan keladigan narsa emas. Meni sehrimga xalal bermasang minnatdor bo'lardim, Barbatos. Salom, Zagan. Sen odatdagidek g'irt ahmoqqa o'xshaysan. Senga ham shunday deya olaman. Nima, qandaydir ziyofatga xalal beryapmanmi? Shunchaki meni hududimga kirgan odamlarga dars berdim. Dars berdim deysanmi? Biz axir sehrgarlarimiz. Biz hurmat qiladigan yagona narsa o'z kuchimizga intilish. Boshqalarning hayoti va tirikchiligini aloqasi yo'q. Agar xohlasak uni olamiz. Sehrgar bo'lishning ma'nosi shu, to'g'rimi? Bu qizaloqni ma'nosi juda ham yaxshi ekan. Uni nimagadir qurbon qilasanmi? Qurbonlik jodugarligi meni uslubim emas. Agar undan foydalanmoqchi bo'lmasang, menga bersang yaxshi bo'lardi. Men uxlagani ketyapman. Tonggacha sehrli kitoblarni o'qigan edim. Biror narsa kerak bo'lsa keyinroq kel. Hoy, shuncha yo'ldan kelganimdan keyin bunday yuz burib ketmadi. Sen doim tetik turish uchun miyangni adrenalin bilan o'zgartirishing mumkin axir. Va aynan shuning uchun hozirgi ahvolingga maymunlar yig'layaptimi? Sehrgarlik uchun tanani manipulyatsiya qilish asosiy hisoblanadi. Bu bilan biz sog'lom va uzoq umr ko'ramiz. Hattoki 1000 yillik chegarasi bo'lsa ham. Menda ajoyib yangilik bor, Zagan. Iblis qirollardan biri Markosi o'lganidan xabaring bormi? Iblis qiroli. Ushbu unvon senga aql bovar qilmaydigan miqdorda ma'na va quyi darajadagi sehrgarlarga buyruq berish vakolatini beradi. Bu sehrgarlikni cho'qqisi. 13 ta iblis qirollaridan eng uzoq umr ko'rgani 1000 yillardan beri mavjud bo'lgani yaqinda vafot etdi. Nima? Endi qiziqib qolding, shunday emasmi? Sen menga uxlayman deyotgan eding, qanday muammo? Agar gaplashadigan gaping bo'lsa, shunchaki gapir. Yaxshi. Haftadan Markosiyani hududidagi Kianoidesda katta kimosh savdosi bo'lib o'tadi. Qonuniy tovarlardan tortib, sen qiziqadigan narsalargacha. Aytmoqchisanki, aynan shunday demoqchiman. Iblis qirolining merosi kimosh savdosiga qo'yiladi. Sen chindan ham men uchun yangilik olib kelding deb o'ylagandim, lekin sen kimosh savdosi uchun qarz olmoqchisan, to'g'rimi? Uni merosini o'zim sotib olsam bo'ladi, bilasanmi? Hoy, bu adolatsizlik. Axir buni senga men aytdim. Boshqa birovdan qarz so'ra. Sen menga qarz beradigan yagona sehrgarsan axir. Hoy, qo'ysangchi, men senga chiroyli ayollarni tanlashda yordam beraman. Ayollar deysanmi? Menga albatta qiziq, lekin ular arziydigandan ko'ra ko'proq muammoga o'xshaydi. Qo'riqchilar o'zini g'alati tutayapti. Bu ketma-ket o'g'irlashlar tufayli. Ba'zi ahmoq sehrgarlar sehrli tajribalar uchun yosh ayollarni o'g'irlab ketishyapti. Bu hamma sehrgarlar uchun juda ham xavfli. Ular cherkov bilan kurashmoqda. Va bu nima uchun? Kim biladi? Balki ular kattaroq narsani chaqirmoqchidir. Asl iblis kabi. Yo'q, bu shunchaki ertakka o'xshaydi. Aytgancha, Zagan, seni bu o'g'irlashlar ortida turganlikda gumon qilishmayaptimi? Bu ahmoqlik. Men allaqachon bu darajada bo'lganimda qurbonlik jodugarligi menga kerak deb o'ylaysanmi? Bu to'g'ri. Va senga yordam berishi mumkin bo'lgan do'stlaring kim? Men hech qachon do'stlarni zarurat deb o'ylamaganman. Bunga qara, Zagan. Bizda bir qancha mashhur odamlar bor. Qora shamshir Kimaris,
sehrgar Gremori va hatto Sharpa Valifor ham shu yerda. Bu ikkinchi ismlar sehrgarlarga berilgan unvonlarga o'xshaydi. Ular kuchlimi? Ha, albatta. Ular qariya Markosiyadan so'ng 13-chi bo'lishga nomzodlar. To'g'ri, men ham shundayman. Keyingi iblis qirol. Buni kim aniqlaydi? Qolgan 12 ta tiriklari bu haqida bahslashmoqda. Kimaris, ana u yerga qara. Tinmasdan gapirayotgan, xuddi kasalga o'xshab ko'rinadigan yigit. Uning ismi nima edi? Menimcha, Purgatory Barbatos. Uning yonidagi ahmoq ko'rinishlini Zagan deyishadi. U juda yosh va unvonsiz, lekin negadir uni ismi iblis qirol nomzodlari orasida paydo bo'ldi. Xonimlar va janoblar, nihoyat kimosh savdosining yakuniy va eng ajoyib lotiga yetib keldingiz. Bu tovar avvalroq iblis qirol Markosiyani o'ziga tegishli bo'lishi kerak edi. Biroq iblis qirol Markosiyani o'limi bilan bu bitim barbod bo'ldi va endi uning uchun yangiga topishimiz kerak. Xo'y, bu yana nimasi? Bu ehtimol u tanlagan katalizator. Men shunday deb o'ylayman. Uzoq Nordan, muqaddas zaminidan afsonaviy irq a'zosi Elf. Hammaga ma'lumki, elflar odamlardan ko'ra xudolar va tabiat ruhlariga yaqinroqdir. Va ko'rib turganingizdek, u ajoyib oq sochlarga ega. Bu bo'yalgan emas. Siz juda kam uchraydigan tabiiy ravishda platina bilan qoplangan elfni ko'rib turibsiz. Uni sehrli xususiyatlari, uni sevgi quli sifatida ishlatish uchun eng mos keladi. Agar uning narxini yanada oshirmoqchi bo'lsangiz, bemalol. Savdoni 10 mingdan boshlaymiz. 1 million. Xo'y, Zagan, 1 million oltin kuriotes. Sizga katta rahmat janob. Qanday ajoyib taklif. Xo'y, jin ursin Zagan, uni elfligini bilaman, lekin bu juda qimmat. Meni ko'kragimdagi bu tuyg'u nima? U yoqimli. Bu so'z unga mos kelishi mumkinmi? Unga yordam bermoqchiman, uni tabassumini ko'rmoqchiman. Va men unga teginmoqchiman. Men va nihoyat izlayotgan narsamni bilmagan holda topgandekman. Xo'y, sen ahmoq, uni nima uchun ishlatmoqchisan o'zi? Tabriklaymiz janob. Sehrgar Zagan oq sochli elfni sotib oldi. Endi nima? Men unga nima deyishim kerak? U yaxshimi? U hozir qandaydir sehr ostida emas, shunday emasmi? Janob Zagan, biror bir muammo bormi? Yo'q. Bu nima? Ma'nosini ushlab turish uchun kishan. U busiz qochib ketishi mumkin, shuning uchun biroz ehtiyot bo'ling. Shunga qaramay, hech birimiz uni qanday olib tashlanishini bilmaymiz. U aslida hushidami? Bu haqida xavotir olmang. O'zini tabiiy holatida saqlanib qolgan janob. Rostini aytadigan bo'lsak, u shunday ajoyib qobiliyatga egaki, oddiy sehrgarlik umuman samara bermaydi. Senga ishonaman. Birinchi o'rinda men u bilan gaplashmoqchiman. Men uni yoqimli ovozlarini eshitishni shunchaki kuta olmayman. Nima, meni bu gapim g'alati chiqdimi? Bir necha daqiqa oldin ayollarni juda muammoli deb o'ylagan kishi hayotida birinchi marta sevib qolganda shunday qildi. Xo'sh, men uni uyga olib keldim, lekin bu haqida Barbatosdan so'rashim kerak edi. Men unga nima deyishim kerak o'zi? Lekin hech bo'lmaganda unga biror narsa aytishim kerak axir. Bugun osmon go'zal.
Yo'q, hatto men ham bundan yaxshiroq gap topa olaman. Bundan tashqari bu yerdan osmon ko'rinmaydi va ob-havo chatoq. Qala haqida nima deb o'ylaysan? O'zingni qo'lga ol odam. Ishonchim komilki, u bu yerni qatl maydoniga yoki do'zaxga o'xshatadi. Bundan tashqari, nega uni uyga olib kelishdan oldin tozalamadim? Hojim, sizga bir savol bersam maylimi? U gapirdi. Uni qo'ng'iroq sadosida yoqimli ovozi bor. Nima deysan? Nima uchun bunday dedim? Men hozir xuddi jahlda gapirgandek bo'ldim. Meni aynan qaysi usul bilan o'ldirishni xohlaysiz? Agar buni oldindan biladigan bo'lsam, o'zimni yaxshiroq tayyorlay olaman deb o'ylayman. Shoshma. Men seni o'ldirmoqchi emasman. Eng asosiysi, sen menga tirik keraksan. Unda hech qanday rahm-shafqatsiz o'limdan ham yomonroq narsani kutishim kerakmi? Noto'g'ri tushunding. Bularning barchasi qal'aning oldingi egasiga tegishli edi. Men ulardan qutula olmadim, chunki juda ko'p ish bo'lib tuyuldi. Mening ismim Zagan. Ko'rib turganingdek men sehrgarman, lekin qiynoqlarga qiziqmayman. Shunday qilib, ahmoq. Nima uchun uni shunchaki ismini so'rashga shunchalik qiynalyapman? Meni ma'zur tutasiz. Mening ismim Nefelia. Nefelia. Qanday go'zal ism. Nefelia, uyog'ichi, familiyang nima? Menda u yo'q. Agar bu sizga yoqimsiz tuyulsa, meni Nefi deb chaqiring. Maylimi? Ha? Uni nafaqat chiroyli ismi, balki Nefi kabi yoqimli laqabi ham bor. Elflarni familiyasi yo'qligi odatiy holatmi? Yo'q. Buning sababi men la'natlanganman. La'natlangan? Haligi. Kechirasiz, lekin nega so'rayapsiz? Xo'sh. Xavotirlanishga hojat yo'q. Men bokiraman. Hoy sen! Nima haqida gapirayotganingni o'zing tushunyapsanmi? Tajribalaringiz uchun mavzu sifatida meni qadrim haqida tashvishlanasiz deb o'yladim. Meni noto'g'ri tushunma. Sen bilan tajriba o'tkazish niyatim yo'q. Unda nima uchun meni sotib oldingiz? Buni bilishing shart emas. Men nima deyapman o'zi? Ammo kimosh savdosida sen sevib qoldim va butun boyligimni sen sotib olish uchun sarfladim. Bu gaplar meni qandaydir buzuqiga o'xshatadi. Kelajakda birga yashaydigan bo'lsak, uni menga shunday qarashiga chiday olmayman. Birga yashaymizmi? Men bu yoqimtoy qiz bilan bir tom ostida qolamanmi? Tinchlan, men axir sehrgarman. Kuchli sehrgar har doim xotirjamlikni saqlash kerak. Nefi, hozircha men senga xona beraman. Xohlaganingni tanlashing mumkin. Nahotki qayerda o'lishimni tanlashim mumkinmi? Men senga o'ldirmayman dedim-ku. Men shunchaki nima uchun bunday qilmasligingizni tushunmayapman. Meni o'ldirmoqchi emassiz va boshqa maqsadda ham foydalanmaysizmi? Tushunarli. Ha, albatta. Uni qo'lga olib, qul qilib sotishdi. Ehtimol unga butun vaqt davomida sinov kalamush yoki qurbon bo'lish kerakligi aytilgan. Men bu la'nat nima ekanligini bilmayman va bu haqida gapirishni istamaydi shekilli. Shuning uchun qaytib boradigan uyi yo'q. Menda ham xuddi shunday edi. Meni familiyam yo'qligidan tashqari ota-onamni ham eslay olmayman. Esimda qolgan birinchi narsalar: Zagan ismi va axlatda yashash. Sen menga kerakliging uchun sotib oldim. Endi o'lim haqida gapirma. Sizga kerakmanmi? Bu bilan nima demoqchisiz? Ha, hozirdan boshlab men uchun yashaysan. Xo'p. Endi seni xonang haqida.
Qayer yaxshi bo'ladi? Balki manzarali joy. Balandlikka qarshi emasmisan? Yo'q. Bilagimdan ham, bo'ynimdan ham osib qo'yishingiz mumkin. Men qiynoqlar haqida gapirmayapman. Juda ham afsusdaman. Balandlik haqida gapirganingizda xayolimga boshqa hech narsa kelmadi. Iltimos, hayotdan osongina umidingni uzma. Ehtiyot bo'l, yurayotganingda oyog'ing tagiga qara. Xo'p. Nima? Hozir Nefi bilan qo'l ushlashib ketyapmizmi? Ammo qo'yib yuborish g'alati bo'ladi. Uni qo'li juda yumshoq va issiq. Bu xona odatda ishlatilmaydi. Juda tartibli bo'lmasligi mumkin. Hojam, boshimni istagancha olishingiz mumkin. Bo'ldi, bas qil. Bu, bilasanmi? Ha, to'g'ri, qal'ani havodagi dushmanlardan himoya qilish uchun tuzoq. U aniq bunga ishonmaydi. Lekin bu umuman keraksiz narsaga o'xshaydi. Uni hozir yo'q qilaman. Bu yer unga xona vazifasini bajarmasligi mumkin. Lekin hech bo'lmaganda endi qo'rqadigan narsa yo'q. Hech qachon bunday halokatli sehrni ko'rmaganman. Yaxshiyam, bundan kuchliroq ko'k bilan zarba bermadim. Men gaplashadigan yagona odam Barbatus bo'lgandan keyin shunday bo'ladi. Bu yer to'g'ri kelmaydi menimcha. Nima deb o'ylaysan? Aynan nimasi to'g'ri kelmasligini tushunmayapman. Senga oy yoqadimi? Bilmadim. Unga qo'limiz yetmaydi. Bu aniq emasmi? Haligi. Mana shu xonada yashasam bo'ladimi? Demak bularga qarshi emasmisan? Yo'q. Chunki bu xonani menga siz tayyorladingiz, hojam. Unda yaxshi, o'zingga mos keladigan tarzda foydalan. Juda ham minnatdorman. Nimadir bo'ldimi? Yo'q. Menga hech kim rahmat aytmaganiga ancha vaqt bo'lgan edi. Menimcha, men ham kimgadir rahmat aytmaganimga ancha bo'ldi. Shunaqami? Ha. Aynan shu kechada ularning juda ham uzoq birga yashashlari, ya'ni uzoq hikoyasi boshlandi. Telegramdagi Anibro kanali uchun maxsus